Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bu blogerlar oilasini tanisangiz kerak. Samiyevlar oilasi. Ravshan va Nozanin yosh oila, 2 farzandni ota-onasi va 3-farzandga homilador va ayni vaqtda Ravshanning ahvoli yaxshi emas. Shu sabab Nozanin o'zining Instagram sahifasiga video murojaat bilan chiqdi. Azizlar, iltimos befarq bo'lmang. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bilasizlar, xo'jayinim hozir mazasi yo'q. Kecha birdan reanimatsiyaga tushib qoldilar va doktorlar tekshirishdi va bizga srochna operatsiya deyishdi. Srochna pochka almashtirishimiz kerak. Bilasizlar, pochka almashtirish uchun ham oz-muncha mablag' ketmaydi va bu narsani biz O'zbekistonda emas, doktorlarni maslahati bilan Hindistonda qildirishga qaror qildik va bizga katta summada srochna pul kerak. Hammadan iltimos qilgan bo'lardim. Xo'jayinim uchun yordam beringlar. Kim qancha mablag' ajrata olsa, mana shu kartaga tashlashinglar iltimos qilardim, chunki bu juda ham srochna bo'ladigan operatsiya. Juda ham tezlik bilan pul yig'ilishi kerak. O'zimizda ham pul bor, lekin u pul Hindistonga borish uchun, operatsiya qilish uchun umuman yetmaydi. Bu juda ham kamlik qiladi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilmoqchi edim. Bizga imkon qadar yordam beringlar.